Muhtaram azizlar, mo'min bandani bir-birida bo'ladigan eng katta e'tibori mana shu bir-birimizni qonimizni to'kishlik, bir-birimizni molimizni botil yo'l bilan yeyishlik, bir-birimizni obro'yimizni to'kishlik harom. Mana shu narsani qilishlikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Bugun agar gapirmasak, qayta aytmasak, bu odatiy tusga kirib qolyapti. Eng oddiy tusga kelyapti. Hozir birovning haqqini yeyib qo'yishlikni tijoratga aylantirib oldi. Har kuni deyarli diniy idorada, fatvo markazida mana shu masala bo'yicha odamlar kelyapti. Tortishuv. Eng qizig'ini aytaymi, bir insonlarimizda bir ajib narsa borki, ikkitasi sherik bo'lib bir ishni boshlayapti, bir tijoratni boshlayapti. Boshlashdan oldin domlaga o'xshagan olim odamlarning oldiga kelib, men ikkilamiz sherik bo'lib bir ish qilmoqchimiz. Sherikchilik desa, uni necha xil turi bor, muzorabasi bor, shirkati bor va ho'kazori bor. Domlani oldiga kelsa, domla o'shini tushuntiradi. To'xtang, o'tiring. Siz nima qilmoqchisiz? Demak, siz pulni egasiz, siz aylantirib beruvchi. Pulni egasini manaqa majburiyatlari bor, aylantirib berayotgan odamning manaqa majburiyatlari bor. O'rtadagi foyda qanday taqsim bo'ladi? Hozirgi tilimiz bilan asli fors major bo'lsa nima bo'ladi? Hammasi bor. Hammasini aytib, shundan qilib boshlasa bu xayrli bo'ladi. Ular nima qiladi? Ikkilamiz sherik bo'lib ish qildikmi? Boshlaydi. Qachon ikkalasi murosasi kelishmay qolganda yur domlaga deydi. O'sha siz ishni boshlaganda ham din bor edi. 14 asrdan beri dinimiz bor. O'sha ahli ilm turuvdi. Nima uchun faqatgina o'zingizga zarar bo'lganda dinni istayapsiz? O'sha yeyotgan taomim halolmidi degan savolni oldinroq berish kerak emasmi? Natija nima bo'lyapti? Natija hozir mo'min musulmon bandalar bir-biriga ishonchi qochib, puli bor odam hech kimga pul bermay qo'ydi. Pulini ushlab o'tirsa o'tiribdi, lekin biror bir yaxshi fikrli odam bilan sherik bo'lishlikdan qochyapti. Sheriklik ish kerak emas deyapti. Necha yil do'st bo'lib, qadrdon bo'lib yurgan odam bir-birini haqqini yeb qo'yapti. Keyin biz oldimizga kelyapti. Biz aytamizki, tasavvur qiling, siz bitta uyni quryapsiz-da, bir odamga elektr montajini qildirib, u odam qayerda nimani ulaganini biladi, hamma narsasini biladi-da, keyin u buzilib qolsa boshqasini olib kelyapsiz. Tuzatib ber deb. Endi siz boshlagan ishingizni shariatga muvofiq boshlamagan bo'lsangiz, biz oldimizga keladi-da, domla hozir uni gaplashib turib hal qiladigan bo'lsa, yo bunisiga zulm bo'ladi. Ikkisini ham boshlagan ishi xato. O'sha o'zi boshida foydani taqsimotida, muzorabada boshqacharoq bo'lish kerak edi. Aytmoqchi bo'lganimki, bir-birini haqqidan shunchalik darajada qo'rqish kerakki, oldin buni kelib so'rab olish kerak. Falonchining haqqi menga o'tib qolmayaptimikin degan narsa bo'lish kerak. Musulmon banda hech qachon birovning har qanday xoh u iqtisodiy, moliyaviy, xoh ma'naviy bo'lsa-da haqqidan qo'rqish kerak.